Assalomu obunachilarim, bugun sizlar ashula aytamiz. Ashulaning nomi onam. Hey onam, meni kechiring, ahmoq o'g'lingizni, dilingizni og'ritdim, dilingizni og'ritdim. Menday noshud o'g'lingizni kechiring, onam. Siz jannat kalitisiz, siz g'aba bo'lmang, hali sizni hajiga olib boraman. Mendek noshud o'g'lingizni kechiring. Men sizni hali Makkaga olib boraman, Madinaga olib boraman. Mendek noshud o'g'lingizni kechiring, onajonim. Mendek noshud o'g'lingizni kechiring, onam. Sizni xafa qilgan bo'lsam, ko'nglingizni og'ritmang. Mendek noshud o'g'lingizni kechiring. Sizni xafa qilgan bo'lsam, meni kechiring. Endi bitta obunachilar. Meni kechiring, shunday noshud o'g'lingizni kechiring. Men sizni xafa qilgan bo'lsam, meni kechiring, noshud o'g'lingizni, onajonim. Sizni xafa qilgan bo'lsam, meni kechiring, onajonim. Shunday noshud o'g'lingiz, meni kechiring, onajonim. Sizni xafa qilgan bo'lsam, meni kechiring, onajonim. Mana ashulaning ikkinchi qismi chiqishi uchun 10 ta подписчик emas, 10 ta emas, 20 ta like qilib bersanglar, ikkinchi zo'r ashula aytib beraman.